Ba'zan hech kim bilan suhbatlashging kelmay qoladi. Xonangning ichiga kirib olib, butun dunyodan berkinib olishni istaysan. Oddiy qo'ng'iroqlar vahimali, odatiy holatlar tushunarsizdek tuyuladi. Do'stlar bilan ko'rishish u yoqda tursin, hatto oilangdagilardan xoli bo'lishni istaysan. Bu vaziyatda sen odamlardan qochyapman deb o'ylaysan. Aslida o'zing yashashni xohlamagan hayotingdan, odamlarni rozi qilishga moslashgan o'zligingdan qochyapsan. Do'stim, agar hozir sen shu vaziyatda bo'lsang, o'zing bilan jiddiy gaplashib olishing kerak. Ishon, bu qilingan suhbat butun insoniyat bilan qilingan suhbatdan da ko'ra foydaliroq bo'ladi.